Telefon nima uchun chasab qo'ydingiz? Oldi shartni bajaring. Men o'zi yetdimmi, aka? Mana zapadagi bola-ku. Nima bo'ldi? Buzilib qoldilarmikin? Yana o'tiribdilar. Xorma uka. Assalomu alaykum. Sumsiz, sum, mazangiz yaxshimi? Nima gap? Nima bo'ldi tochoq? Buzilib qoldilarmi? Buzilgan, ozgina sovutibdi, o'sha qizib qolgan ekan. Ha, u charchab qoldinglarmi? Moshina ham o'zingni ham ijodni to'xtatib qo'ydinglar? Yo'q, ijod to'xtamadi, ozgina telefon masalasi yechilmadi bitta. Telefon masalasi yechilmadi. Nima muammo telefoningizda? Telefon yo'q, o'shani hisobiga ozgina to'xtatib turamiz, xudo xolasa boshlaymiz. Ha, telefon yo'q. Siz Ves O'zbekistonga vizit tashlagan ekansizmi shart bo'yicha? Tashlaganman. Tashlagansiz. Uka, sizga birinchi shart uka. Shartdan boshlasin. Sirasi shartdan boshlaymiz. 24 soat vaqt sizga, 24 soat ichida men videoga olibdim. Sizga menga kollaboratsiya qilamiz. Xalq pardeshga qilsa, o'ynayni desa, 24 soat ichida 10 mingta layk yig'sa, mana telefon masalangizni ham yechaman sizga pardeshga. Imangiz bilan shartlashaman, mana shu qo'limdagi 13 kronni sizga berib yuboraman, uka, mana bitta ko'ring. Telefonni berasiz, uka qiynalib qolmasangiz bo'ldi, yoshimni hurmat qilib, yoshim katta demasangiz bo'ldi, men shartlashaman. Mana uka 5 yo'ling uka. Xalq sizni pardeshga qilsa, mengiz bilan shartlashaman. Telefonni ham sizga berib yuboraman. Telefon nima uchun chasab qo'ydingiz? Oldi shartni bajaring. Men o'zi yetdimmi, uka? Siz shartni bajaring, bo'ldi. Orqamda Namangan, Ves O'zbekiston bu bajaraman, lekin siz orqaga qochmasangiz bo'ldi. Bo'ldi uka, telefon ham sizda qoldi. Sizga 24 soat vaqt. Kelishdimi? 24 soat emas, post qo'ygandan keyin 2 soatdan keyin gaplashamiz. O'zingiz telefon qilib yutqazdim deysiz. Bo'ldi, gap yo'q. Bitta. Qiynalib qolmasdan? Bo'ldi. Siz bilan 24 soatda gaplashamiz. Sizga men bitta o'zim yetaman, uka.